Internetda hozir bir videoga ko'zim tushdi. Bu yerda bir boshlovchi yigit bir boy millioner kishi bilan intervyu olgan. Endi intervyu davomida haligi millioner kishi o'z boyliklarini tanishtiryapti. Mana buni falon million dollarga olganman. Buni mana qanchadir 100 ming dollarga olganman. Buni qancha ming dollar turadi. Va oxirida boshlovchi yigit so'rayapti. O'zi pul baxt keltiradimi? Va u kishi javob beryaptiki, yo'q, pul baxt keltirmaydi. Juda bahsli savol. Chunki o'sha pul yo'qligidan oilasida har kuni janjal bo'ladigan oilalar bor. Yoki o'sha arzimagan pul topolmaganligidan o'sha operatsiya qildira olmay oila a'zosidan yoki yaqinlaridan ajralib qolgan insonlar bor. Pul yetishmovchiligidan bir kunda bor yo'g'i o'sha 2 mahal ovqatlanadiganlar bor. Bilmadim, juda baxtli savol. Va yana bitta savol, nima uchun aynan bunaqa boyliklarini narxini ko'z qiluvchi videolar juda ko'p prosmotr va juda ko'p layklar yig'adi.